Janubiy Koreyadagi noqonuniy muhojirlar haqida gaplashamiz. Beli yo'qotadigan narsangiz yoshligingiz, sog'lig'ingizni ham yo'qotasiz. Ota-onamiz 10 yildan beri ko'rganimiz yo'q. Oxirgi marta qachon chin dildan qo'rqdingiz? Zaldan kelayotganimda quvgan holati bo'ldi. Eng alam qiladigani og'rigan holatida, kasal bo'lgan holatda oldida bo'la olmasligingiz. Qonuniy yashab qolish uchun o'zini shu g'avorangman deb Unisini bilmadim. Yana bir marta berilganda bu xatoni qilmaslik. Suhbatimiz oxiri haligi Instagramda maymunlar chiqyapti. Ahla suhbatdan bo'lib ketdi. Shuni o'zbeklar jamiyati bilan hamkorlikda yuritamiz bu dasturda va bizga hozirda hamkorlik qilayotgan Uzman kafesiga Chunchon shahridagi alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum. Hotspot podcast dasturining muxlislari, demak bugungi dasturimizni soniga ajoyib mavzu tanlaganmiz. Janubiy Koreyadagi noqonuniy muhojirlar haqida gaplashamiz. Hozir shu mavzuga aloqador ikkita vatandoshimizni taklif qilganmiz. Bittasi Baxtiyor, yana biri Diyorbek. Xush kelibsizlar dasturimizga. Birin-ketin savollarni beraveraman, qo'ldan kelgancha. Javob beraveramiz, birgalikda javob beraveramiz. Javob beraverasizlar. Qo'shimcha qiladigan o'yinlar bo'lsa bir-biringlarga qo'shimcha qilib ketaveramiz. Birinchi savol, qaysi nuqtada siz noqonuniy qolaman degan qarorga keldingiz? Endi boshidan boshlasak kelgan vaqtimizda hech kimda unaqa qaror bo'lmaydi. Birdaniga borib men noqonuniy ishlayman degan qaror bo'lmaydi. Vaziyatdan kelib chiqqan holatda boshida qiyinchilik bo'ldi. Baribir bizni akamiz, ukamiz baytda yaqinimiz bo'lmagani uchun, ozgina qiyinchilik bo'lgani uchun, baribir oilaviy sharoit degan narsa bor. O'shaning uchun shunaqa qaror qabul qilingan. Necha yil bo'ldi? Qachon? Kelganimga salkam 10 yil bo'layotgan bo'lsa, shu bir 10 yil bo'ldi kelganimga, bir 8 talaba viza bilan kelgansiz. Boshida o'quvchi viza bilan kelganmiz, talaba. Keyin o'ziga yarasha muammolar, qiyinchiliklar, ish ham ko'p emas edi u vaqtda. Odam kam bo'lganiga yarasha o'ziga yarasha muammolar bor edi. Sizga necha yil bo'lyapti? Xudo xolasa mana 5 yil bo'lib qoldi bizga ham inshaalloh. Bu qaroringiz ongli tanlov edimi yoki sharoit majbur qildimi? O'yladingiz, pul demak yaxshi tejasa bo'ladi, noqonuniy yursa, ko'p ishlasa bo'ladi. Qisqa vaqt davomida ko'p pulni qilaman, ketaman deb ongli ravishda qaror qildingizmi yoki ba'zi sabablarga ko'ra oxiri bo'lmay qoldi, hujjatlaringizda eplana qoldingizda noqonuniy muhojir bo'lib chiqib ketdingiz? Kelasi ham to'g'ri. O'ziga yarasha qiyinchiligi ham, keyin hujjat muammosi ham bo'lgan. Haftada 5 kun o'qish bo'lgan. Endi baribir kelayotganda o'qish ham o'qiymiz deganmiz, baribir finansiy tomonlama yordam bo'ladi, ishlaymiz, oilamizga yordam beramiz deb kelganmiz. O'sha tomonlari ham bor. Hujjat muammosi ham bor. Kelayotganda maqsad o'qish bilan bo'lgan. Endi kelib vaqt o'zgartirar ekan ham yo'qdi. Demak, bu sizlarning o'zingizlar qaroringlar desak bo'laveradi buni. Shunaqa desa ham bo'ladi. Endi birinchi qismat bizga shuni yozgan ekan, shunaqa holatga tushdik lekin. Avvalambor taqdir to'g'ri. Agar bugun hujjatingiz to'liq qonuniy bo'lsa, hayotingizda nimasi o'zgaradi hayotingizda? Hayotimda juda ko'p narsa o'zgaradi. Sog'inch o'zgaradi. 10 yildan beri biron bir marta bormaganman. Vatanni sog'inasiz, oilani sog'inasiz. Endi shu joyda savol beraman. Topganimiz ko'pmi, yo'qotganimiz ko'pmi? O'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Endi noqonuniy o'zimiz tilda, ko'cha tilida aytadigan bo'lsak, nelegalda. Topgan narsamizdan ko'ra yo'qotgan narsamiz ko'proq deb o'ylayman. To'g'ri. Yo'qotganimiz. Aytilishi nelegal bo'lgani bilan uzun ma'noni bildiradi bu narsa. Sog'inch birinchi navbatda oilangiz oldida bo'la olmaysiz. Misol ota-onamizni 10 yildan beri ko'rganimiz yo'q. Qani edi bir marta borib ko'rsak, bag'rimizga bossak degan xayol bo'ladi. Endi hozir siz erkin odamsiz yoki bir yashirin hayot kechirayotgan bir odamsiz? Misol uchun erkinlikka erishdingizmi? O'zingiz istagan, xohlaganda ishlaydigan, xohlagancha pul topib, xohlagancha sarflaydigan erkin odam bo'la oldingizmi shu yo'lni tanlab? Topdik desak ham bo'ladi. Misol erkinlik yo baribir qo'rquv bo'ladi. Nelegalda Koreyada yo'l har xil-u, qo'rquv bir xil bo'ladi. Baribir qo'rqasiz. Hammada shunaqa deb o'ylayman endi.
Noqonuniy qolish bu jasoratmi, majburiyatmi yoki tavakkalchilikmi? Hamma ham misol uchun noqonuniy qolavermaydi. Kimdir o'qishlarini davom ettiradi. Endi buni jasorat deb atashimiz kerakmi yoki noqonuniy qolib, mana shu pullarni asrab O'zbekistonga jo'natib, oilasini baribir nimadir zarurat bo'ladiki, shu yo'l tanlaydida. Endi buni nima deb atashimiz? Majburiyat deb o'ylayman. Majburiyat deb o'ylayman. Jasorat emas bu. Hech kim xohlab bunaqa holga tushmaydi. Oxirgi marta qachon chin dildan qo'rqdingiz? Koreyada yurib, qo'lga tushib qolmaymanmikan, tekshiruv bo'lyaptimikan yoki meni ketkizib yuborsa nima bo'ladi deb qachon qo'rqdingiz oxirgi marta? Biz oxirgi marta ko'p bo'lmadi. Yaqinda o'zimiz shahrimizda bir ikkita bolalar sababli endi reyd kuchaydi. Reyd kuchayganda men ko'chada zaldan kelayotganimda quvgan holati bo'ldi endi. Birinchi marta o'shanaqa holatga tushdim. Shaxsan sizni quvdi? Shaxsan meni quvdi. Keyin yo'lini qilib epladik. O'shanda ozgina qo'rquv. Endi qo'rquv shuncha yildan beri yuribmiz. Boshqa vatanimizga boramiz, ishlaganimizni ishladik. Lekin qandaydir kamchiliklar bor qolyapti. Shunaqa. Men o'zimda ushalish holati bo'ldi. Qanaqa chiqib oldi ushalish holati bo'lgan bo'lsa? Endi avvalambor rizqimiz ekan. Boshqatdan rizq berildi. Qanday bo'ldi endi u har xil u holatda oddiy mahallada to'planib o'tirilgan holatda ushaldik. Sherigim legal bo'lgan. Endi eplab mana shu holatda begona odamni ID'si bilan chiqildi. Demak, siz begona odam hujjatlarini ko'rsatib, qanday bo'ldi? Oldingizda begona odam hujjatni olib yuribsiz. Telefonimda sahrayn qilgan ekanman, u o'zimiz yaqin tanishimiznikini. Qachondir kerak bo'lgan, qachondir kerak bo'ladi deb turib sahrab qo'yganman. Topildi, chiqdik. Demak, hozir siz aytyapsiz yaqinda reydlar kuchaytirildi. Endi haligi talabalarga joncha bilinmaydi-da, reyd kuchaydimi, kuchaymadimi, nima bo'layotganini bilmaydi. Demak, sizlarga yaxshi seziladi, qayda nima bo'lyapti reydlar. Bizga birinchi o'rinda keladi u xabarlar. O'qishdiklardan ko'ra bizga keladi. Reyd bo'layotganligini eshitganingizda, tanangizda nima sodir bo'ladi yoki bo'lmasam nima xayollar keladi xayolingizga? Endi menda javnaqa qo'rqadigan holat bo'lmay qo'ygan. Ketsam vatanimga ketaman. 10 yil kam qolmadi. O'zi uydagilar chaqiryapti. Qachon kelasan bolam deb. Borsam vatanimga boraman. Javnaqa oldingidek. Boshida chiqqanda qo'rqamiz to'g'ri. 1 yil bo'lmasdan turib ketib qolsamchi, nima bo'lar ekan? Tushuncha bo'lmay chiqqanmiz-da biz. 5 oy, 6 oy legal odamning mazasini ko'rmaganmiz-da biz. Siz ham mana erta chiqib ketgansiz boshida, men ham 2-3 oy bo'lmay men ham chiqib ketganman-da. Legal odamning mazasini biz ko'rmaganmiz. O'z chiqyaptirib qandaydir rejalar bo'lganmi? Misol uchun men 2 yil zo'r ishlayman, ketaman. 3 yil zo'r ishlayman, ketaman. Nelegal chiqib turib men qaytib borganman o'qishimga. O'qiganman, kontraktlarni to'laganman. Endi ish kam bo'lgani uchun yana majbur chiqib ketganman. Universitet yordam bergan, chiqib ketgan holatingizda yana qaytarib olishgan. Men qaytib borganman. Hozirgacha o'qishim pullari ham turibdi meni. Qaytib borib qabul qilishgan. Keyin baribir qismat ekanda chiqib ketdik. Demak, lekin xohlamagan, o'zimga o'zim va'da berganman o'sha joyda kelyapti yo'lda odam o'zi bilan o'zi gaplashadi. To'g'ri. Qilaymi, qilmaymi degan xayol keladi. O'shanda yo'lda kelyapti, o'zimga o'zim aytganman. Vaqti kelib sen majbursan hozir mana shu holatda chiqishga. Sen legal o'zing xohlamayapsan, lekin majbursan. Vaqti kelib ishlarsan, pul toparsan. Sharoiting yaxshi bo'lib ketadi. deb o'zim bilan o'zim gaplashib bo'ynimga qo'yganman. Vaqti kelib afsuslanma qilgan ishingdan. To'g'ri. degan qarorni qabul qilib keyin chiqqanman. Endi chiqyaptirib so'raganim misol uchun 2 yil ishlab ketaman, 3 yil ishlab ketaman degan reja bo'lganmi yoki mana chiqib olaychi, qachon qo'lga olib jo'natishib yuborsa ketaman degan xayolda chiqqanmiz. Reja bo'lgan menda. Yo'q, o'zi necha yillik reja bo'lgan? Menda reja bo'lgan 5 yillik reja bo'lgan. 5 yil bo'ldimi? 5 yil mana bo'lyapti ham, lekin yana 5 yil bor reja. Ozgina planlar shuni bildim. Koreyaga kelishdan ko'ra Koreyadan ketish qiyin ekan. Eng mard odam Koreyaga eng mard odam Koreyani shunday tashab keta olmaydi ekan. Bu mardlik ekan. Men mardlik deb hisoblayman. Koreyaga kelib turib shunday tashab ketishlik men mardlik deb hisoblayman. Agar bugun deport qilinsangiz, eng katta yo'qotishingiz nima bo'ladi? Bugun shunday chiqamiz. Yo'qotishim yo'q deb o'ylayman. Menda yo'qotadigan narsam yo'q. Borsam vatanimga boraman. Vatanimga boraman, yangi kam qolmadi. Yangi hayotni boshlaymiz. Yaxshi, endi savol tug'ildi-da, siz yo'qotadigan narsangiz yo'q ekan. Tayyor ekansiz.
hozir shunday chiqsa ushlab ketsan hech nima yo'qotmayman ketaveraman deyapsiz. Nimaga ushlab jo'natmasa ham ketmayapsizlar bunda? Endi bitmagan ishlar majburlik boshida aytdik-ku, majburlik bor dedik-ku. Misol uchun majbur bo'lib chiqdik, mana ishlab yuribmiz, qandaydir planlarimiz to'lmagan yuribmiz. Plan to'ldirsak ketamiz. Demak, jasorat yetishmayapti. Bundan oldin aytdinglar, ketib yuborish jasorat, demaysizlar, jasorat. Mardlik, tashlab ketish mardlik. Endi hammani o'zini sharoiti bor-da. Misol uchun mana biz aytyapmiz, chiqishdan oldin mono plan qo'yib chiqqanmiz u. Plan hozir to'lmadi hali. Biz o'ylaganmiz to'lmaydi. 5 yilda biz to'ldirib ketamiz deb o'ylaganmiz-da. To'lmadi. Hali to'lmadi. Sizningcha Koreyada noqonuniy yurishning eng og'ir jazosi nima? Deportatsiyami yoki doimiy stress, qo'rquv? Borib kela olmaslik. Eng yomon narsa bor bu yerda. To'y, boshqa yaxshi kunlar o'tadi, lekin oilada yo'qotish bo'lsa, eng alam qiladigan narsa shu. Nech pul topganingiz, nima qilganingiz umuman tatimaydi. Borib kela olmaslik, mana yerdagi qo'rquv, boshqa. Hamma yo'q bu yerda qoladi, ketsingizdan chiqadi. Sog'inch, eng yomoni sog'inch, oilani sog'inchi. 10 yil yurgan bo'lsam, 10 ga kirgan bola 20 ga kirdi. Mahallaga borsa bir xillar tanimaydi. Bo'lgan bola 10 ga kirdi. Demak, buni badalini shu sog'inch bilan to'layapsizlar bu qarorni badalini. Yoshlik, sog'inch. 20 yosh bilan 30 yoshda orasida 3 yilda o'tib ketyapti. Yaxshi. To'g'ri. Endi Koreyada yurasizlar, har xil koreyslarni ko'rasizlar, ishlaysizlar, o'zbek talabalarni ko'rasiz, yaxshi o'qishlarda, yaxshi ishlarda ishlab yuradi. Hech o'zingiz ularning oldida ikkinchi darajali insondek yoki sal pastroq, kamsitilgandek his qilgan vaqtlar bo'lganmi yo bo'lmaganmi? Yo'q. Shaxsan menda bo'lmagan. Kamsitilgan holatlar. Shunday yaxshi yurgan bola o'qiganlardan yaxshi yuribdi. Kerak bo'lsa o'qiganlar ham biz bilan bir xil ish qilib yuribdi. Legal bilan Koreyadagi men tushuncham, Koreyadagi nelegal bilan legal farqi borib kelishdi. Borib kelishdi deb o'ylayman men ham. Boshqa borib kelish. Ikki ko'chada sal bemalollik bor legal odamda. Qanday tomonlama mashina olib, boshqa shu bemaloligi bor, borib kelish. Boshqa hamma tomonlama men bir xil deb o'ylayman. Ishda ham bir xil, hamma tomonlama. Daraja bir xil. Kamsitiladigan holat yo'q. Karis uchun yaxshi legal bo'lsangiz ham yaxshi baxtiyorsiz. Albatta. Navorat ularga foydasi bor. Foydasi bor, to'g'ri. Non-legal bo'lsa sal balandroq turasizning. Yaxshi, topayotgan pulingiz ruhiy tinchligingizga arziydimi? Topayotgan pulingiz? Mana qanchadir miqdorda pul topyapsiz hozir. Shu hozirgi misol uchun shu sog'inchda yashashingiz yoki xavotirda, ba'zan stress bo'ladi. O'zbekistonga bora olmassiz, yaqinlaringizni bir quvonchli kunida yoki bo'lmasam og'ir damida birga sherik bo'la olmayapsiz. Shu topayotgan pulingiz shunga arziydimi? Yo'q, menimcha arzimaydi deb o'ylayman. Arzimaydi deb o'ylayman. Chunki yoshligimiz o'tdi. Bu yerda yo'qotadigan narsangiz yoshligingiz, sog'lig'ingizni ham yo'qotasiz ekan. Men kelganimdan beri bironta bormagandan keyin bironta oshnamni ham to'yini ko'rmaganman. Hammasi uylanib, bola chaqali bo'ldi. Bola chaqasi 2-3 ta bola chaqali bo'ldi. Men hali uylanmaganman. Ular borib turib borganingizda ikkita o'g'lin yetaklab kelsa, sizni topgan pulingiz ko'zingizga ko'rinmaydi. To'g'ri. Bu haqida ham savollarimiz bor. Keyingisi, qancha pul yig'ganda endi yetdi, mana shu yetadi pul deb ketishni niyat qilyapsizlar. Nech pul yig'sangiz mana shu insonmiz ikkita tog' bitta tog'ni ko'rib ikkinchisini ko'rsak ham bizniki bo'lsin deydigan odamlar. Bu yil O'zbekistonda Cobalt olsak, keyingi yil Malibu olgimiz kelib qolyapti-da. Nafs bandasi bo'lib qolib ketib qolyapmiz. 20-30 ming dollarman bitadigan ishmi? Misol uchun bo'ldi ishlamayu, shu pulni olib ketaver desa. Men o'ylab turgan planlarimga 20-30 ming dollar yetmaydi. Chunki men borib biznes qilmoqchiman, biznesga 20-30 ming dollar yetmaydi. Shuning uchun hali beri rizqimiz bo'lsa bormiz bu yerda inshaalloh. Endi muhim savol. Qarindoshlaringiz sizni muvaffaqiyatli inson deb o'ylaydimi? Qisman ha. To'g'ri. Demak, ular uchun siz muvaffaqiyatga erishgan omadli, ishbilarmon odamsiz. Ular shunaqa. Siz yuborayotgan pul ortida qanday yashirin qiyinchiliklar bor? Misol uchun hamma biladigan ishda og'irligi emas yoki boshqa emas, qandaydir yana bir hech kim bilmaydigan yashirin narsalar bormi yo'qmi? Yashirin narsami? Yashirin narsa mana yerda iloji boricha ko'p rasxod qilmasdan
O'zbekistonga jo'natay, o'sha joyda rohatini ko'ray degan Yashirin yashirin narsa shu Ha, bo'ladi. ha, demak. O'zida o'tganingizni o'zingiz bilasiz. Ha, internet tarmog'ida demak ketadi, qarindoshlaringizga ketadi. U Koreyada zo'r hayot bo'lyapti. Ha, Mana ha. maydamiz bugun. Koreyani Ertaga mana Koreyada- qanaqaligini biladi, lekin ichki holatini, tizimini bilmaydi. yaxshi o'ta zo'r yurgan emas, ishlagan kelgan odam. Lekin bu yoqda siz tejayotgan joylaringizni Ha. bilintirmaysiz. Qaysidir Albatta. joyda demak sarflamayapsiz. Sarflamayapsiz. Buni ko'rsatmaysiz. Ko'rinmaydi u. Yurishni O'zbekistonda qilamiz. Yurishni inshaalloh. O'zbekistonda. Chiroyli. 5 yil, 10 yil, 15 yil yurib turib, O'zbekistonga borgandan keyin Taksiga toshni kelasiz. kelib turib, nima qilding desa, Ha. Yilga ishlamasligi Yilga bo'ldi. to'g'ri. Yilga ishlamaslik kerak. Soniga 15 yil bo'ldi, 20 yil bo'ldi. Yo'q. Asas Sifatiga. 5 yil ishlash kerakmi? 10 yilda pulini 5 Pulini- yilda qilib ketganlarni ko'rdik. to'g'ri, bor unaqa odamlar ham. Bor. Yaxshi. Agar Koreyada ishlagan yillaringizni pulga aylantirsak, nimalarga erishdingiz? Pul hisobida hisoblatsangiz, menimcha pul topdim, mana uni sotib oldim, mana qilib qo'ydim deydigan bo'lsak, nimalarga erishdingiz shu vaqt davomida? Endi nimalarga erishganimizni gapirmay qo'yaveraylik. To'g'ri. O'ziga yaxshi natijaga O'ziga erishdik, yomon emas. Hali uylanmaganligingizga Koreyadagi maqomingiz sabab bo'lganmi? Misol bilamiz, talabalar boradi, uylanadi, keladi, ba'zilar oilasini chaqiryapti. Demak, bilishimcha ikkalangiz ham hali uylanmagansizlar. Uylanmagan. Bunga shu Koreyadagi noqonuniy muhojirliginglar sabab bo'lganmi? Bora olmasligimiz sabab bo'lgan. Katta sabab bora olmaslik bo'ladi. Bora olmasligimiz. Bora olmaslik. Noqonuniy maqomda jiddiy munosabat qurish mumkinmi? Misol uchun Koreyada uylanib, topib, o'sha narsaga men jiddiy yondashaman har doim. Men uchun oila muqaddas. Oilaga To'g'ri. o'ta jiddiy qaraydigan Jiddiy odamman. bo'lish kerak. U mana yerda topish uydagilar ruxsat bergan. Yoshing o'tyapti bolam, uylan Koreyada, oila qur deb uyimdagilar ruxsat bergan. To'g'ri. Baribir yoshing ham, umring ham o'tib ketyapti. Uylan bolam deganda men Koreyada shuncha yildan beri yashab, yaxshisini ham ko'rdim, yomonini ham ko'rdim, lekin oilaga jiddiy qarayman. U mana yerda turmush qurib, keyin ajratib ketib, endi Alloh bersa bola yetim qolishini xohlamayman. To'g'ri. Shunaqa narsadan o'ta qo'rqaman. Oila Koreya endi baribir Vaqtinchalik narsa baribir bo'lishi kerak. shundan Hayot qo'rqaman. o'xshamay talabalardan topib olib ketsa bo'lmaydimi uylanib? Endi bilmagan, tanimagan qizga uning uchun bilish kerak ozgina. Ha, demoqchi bo'lganim noqonuniy maqomingiz shunga to'siq bo'ladimi Albatta, ba'zan? to'siq bo'ladi. Siz noqonuniy ekansiz u degan Yo'q, narsa bo'ladimi? Yo'q, uylanish holatida bu yerdan top uylanayotganingizda to'siq bo'lmaydi. Men o'ylashimcha Misol, to'siq bo'lmaydi. Karmasmiz, ko'rmasmiz, To'g'ri. 4 munchamiz hisob borsak qizini beradi. Lekin gap borishda Borishda gap. bora olmaymiz-ku. Yo'q, men demoqchi bo'lganim, mana Koreyada bitta talaba qiz bor. Siz demak xulqi ham yaxshi, oilangizga to'g'ri keladi. Shunga sovchi qo'yib Ya, olmoqchisiz. unaqa bo'lsa- Endi o'g'limni men to'g'risi O'zbekistonga bora olmayman. Uyimdagilar o'tib rozilikni oladi. Shu yerda to'y qilib Yaxshi qiz, yashaymiz yaxshi desa, qiz bo'lsa, yaxshi qiz bo'lsa, uylanadi. maqomingiz ta'sir qilmaydimi Yo'q. deyapti. Yo'q, Menimcha- maqom ta'sir qilmaydi. Menimcha bu Koreyani ichida maqom ta'sir qilmaydi. Yo'q, yaxshi qiz bo'lsa albatta turmush qurish tarafdorimiz. Albatta. Biz ham tempurlarimizga yetib olaylik. To'g'ri. Farzandli bo'laylik, hamma xohlaydi. Endi shu yerda bitta savol ham keldi. Siz noqonuniy muhojirga aylanganingizni uydagilarga qachon aytgansiz, qanday aytgansiz, ularda reaksiyasi qanaqa bo'lgan? Boshida bilishmagan, keyin uyda o'zi katta farzandman. Oila mas'uliyati yoshlikdan endi zimmamda boshimga qolgan. Keyin onamga aytganman o'sha holatda, ona shunaqa holat bo'ldi. O'g'lim o'zingga nima to'g'ri kelsa, yaxshi yo'l bo'lsa o'shandan qilaver. Rizqing bo'lsa yeysan bolam deb aytgan. Misol Menda ham bo'lgan qarshilik. qarindosh urug'im hozirgacha bilmaydi. Menda ham qarindosh urug' bilmaydi. Ha, shuning uchun Oila. muvaffaqiyatli. Yo'q endi Deb ayt- bilgani bilan ham Bilgani bilan ham hayot o'zimizniki-yu. Hayot o'zimizniki. Birov yaxshi tushunmaydi, yomon tushunmaydi. Muhimi odamni gapi bilan yashamaymiz. O'zimiz xohlaganimizni qilib, nima plan qilsak, nimani o'ylasak, shuni qilamiz. Qanchadir muddat o'tib, misol uchun 5 yil o'tadimi, 10 yil o'tadimi, o'tgandan keyin ham shu maqomda qolib ishlashdan qo'rqish hissi bormi, yo'q? Misol uchun qachongacha yuraman degan qo'rquv bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Endi qo'rquv emas, shunaqa o'ylov bo'ladi. O'ylov bo'ladi. Qo'rquv desa bo'lmaydi. Nimaga shuncha vaqtimiz ishlayapmiz borgandan keyin bironta bir ishni qilib, bironta bir biznesni qilib, o'shani harakatida yurgan odammiz-da endi. Biz O'zbekistonga borsak ham faqat arava ishlaymiz degan xayol emas. O'shanga to'g'rilab, misol uchun men borsam bilmayman hozir nima ish 10 yil bo'lgan bo'lsa o'zgarib ketgan. Borib o'rganamiz. O'shanga yarasha planda o'shanga qarab Planda shunga qarab. Yuborilgan eng muhim narsa yuborilgan pulni
joyiga ishlata olishda ushlab qolish. Agar 20 yil yuring, jo'natgan pulingiz chachilib ketgan bo'lsa, 20 yil yurganingiz bir tiyin bo'ladi. Shunaqa bolalarni ko'rdim. Men yaqinda ham bir oshnam ketdi. Bizdan yaxshi ishladi, yaxshi pul topdi ancha bola. Bosh hech narsa yo'q. Chay o'rganda uydagilar. Shuncha aytyapman, uydagilarga yordam juda muhim. Muhim. Uydagilarga yordam muhim. Pulni topishdan ko'ra ishlatish juda Ishlatish qiyin. oson. Ishlatish oson. Meni nazarimda. To'g'ri ishlatish qiyin. To'g'ri ishlatish qiyin. To'g'ri ishlatish qiyin. Yaxshi. Kimdir sizni noto'g'ri yo'l tanlading desa, nima xayolingizdan o'tadi? Sen bekor nelegal bo'lib yo'q, gapini mazmunini ko'nglini og'ritmaslik uchun eshitaman. Qattiq tegmayman, qattiq gapirmayman. Hamma o'ziga yarasha haqiqati bor deb inobatga olib qo'yaman. Misol uchun bu fikri uni. Misol birdaniga sen nima menga unaqa deyapsan demayman. Eshitaman-da, bo'pti. O'zim ma'qul filtrlayman обязательно. Hamma gapini eshitaman. Aytganini. Hammasini gapini tushunaman, eshitaman-da, filtrlayman. O'zimga yaxshi kerak joyini kesib olaman. Endi hozir o'zingizni qaysidir ma'noda baxtli hisoblaysizmi? Hech kimdan kamim yo'q. Baxtliman degan. Endi mana bu yerda yemog'ingiz bor. O'zbekistonda ham bor u narsalar. Endi mana bu yerda hozir sharoiti yaxshi, puli, narsasi yaxshi, ishi borligi uchun mana shu yerda ishlayapmiz. Baxtli ham deya olmayman, baxtsiz ham deya olmayman. O'rtasida. Odam обновление bo'lishi kerak, yangilanishi kerak-da. Bormaganimiz uchun постоянно mana shu yerda bo'lgan uchun depressiya, stress kuchli bo'ladi. Har xil bir xil hayot. Ertalab turib ishga ketasiz, kechqurun kelib o'ynaysiz, uxlaysiz, aylanasiz. Kuningiz o'tyapti-da. Shu boshqa ishga ko'p ahamiyat bermay qolasiz. Shu naqdiga aldangan odam deb o'ylayman, deymi? Bir kuningiz sotasiz. Qo'pol qilib aytganda, naqdiga aldangan odam deb o'ylayman. O'sha naqd ishni ko'rib turib, boshqa narsa xayoliga kelmaydi. Misol, o'qish kerak, zo'r narsalar bor, kasblar bor, shularni o'rganish kerak. Ularni qo'yib turib, naqdiga aldangan odam deb o'ylayman. Pulga aldangan odamlar. 5 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'rasiz? Hozircha men bu narsani ayta olmayman. Buni vaqt ko'rsatadi. Kecha o'tmish, ertaga g'ayb. Bugun bilan yashaylik, 5 yildan keyin kelsak, gaplashaveramiz. Bugun bormiz, ertaga bor yo'qligimizni bilmaymiz. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlarni shu o'ylash tarzinglar sizlarni noqonuniy muhojirga aylantirib qo'ymadimi? Erta o'tib ketdi, kecha o'tib ketgan, ertani bilmaymiz. Bugun bilan yashaylik, bugun noqonuniy yashab ko'raylikchi degan narsa sizlarni shu yerga chop kelmadimi? O'zimizga minus bo'ladigan narsani o'ylamaymizmi? Faqat o'zimizga plusini o'ylaymiz-da, minusini menimcha hech kim o'ylamasa. Neliga endi aytdim-ku, bu nelegal oson emas. Nelegallikdan ancha-muncha odam ko'tara olmaydi ham. Endi sizlar aytyapsizlarki, misol uchun hozir xo'p deb qo'yyapmiz, sizlar aytyapsizlar, nelegal odam bilan legal, qonuniy bilan noqonuniy maqom bir xil deyapsizlar. Lekin aslini olib qaraganda unaqa emas-da. Chunki u qonuniy yurib ham diplomini olayotganlar bor. Ham sizlar bilan bir xil pul topayotganlar bor. Ham O'zbekistonga borib kelib yurgan, ham oilasini olib kelib olganlar ham bor-da. Yo'q, unga yo'q demayapman, bor. Endi bizning vaziyatimiz shunga to'g'ri kelib qolgan. Men o'zim xohlab chiqmaganman, nelegal olib chiqmaydi. Yo'q, suhbatimiz davomida haligi boshida moliyaviy teng deyildi-da, keyin baxtlilik jihatidan ham teng bo'lib ketdi-da, hozir shunga aytyapman. Yo'q, misol xohlab chiqmaganmiz. Men ham plan qilganman o'sha vaqtda. O'qiymiz, metda o'qib, hamma o'ylaydi boshida kelayotganda. Haftada 5 kun o'qish bo'lgan. O'ziga yarasha qiyinchilik bo'lgandan keyin oilada katta farzand bo'lganim, mas'uliyatni o'z bo'ynimga olganim uchun men majbur bo'lganman. Menga qolsa, men o'zimni ham yaxshi ko'rgan sohalarim, o'qishlarim bor. Borib o'qish niyatim bor inshaalloh. Meni ham mana O'zbekistonda o'qishlarimni ham muzlatib kelganman. Yaxshi, endi sizga Koreya hukumatida qandaydir bir qonun loyihasi ishga tushdida, sizlarni viza olish imkoniyatinglar paydo bo'lsa, qonuniy yashab davom etish imkoniyati paydo bo'lsa, necha yilgacha qolishinglar mumkin shu yerda qonuniy bo'lib? Yoki borib kelib yuraveraman. Endi bu meni yo'q. Ikkinchi vatanim bo'lib qolgan. Koreyam juda ko'p shaharlarda bo'ldim. O'zimizning shaharni shunaqa sog'inaman baribir. Juda ko'p shaharda bo'lganman Koreyada. Hamma shaharni aylanib chiqdik, lekin bu o'zimiz Chunchon shahri o'ziga tortadi. Balki meni endi o'ylashim bo'yicha birinchi kelgan shaharimiz bo'lgani uchun tortsa kerak. Odamlari hamda boshqa shaharga borsangiz
odam ko'pligigami bir boshqacha his qiladi. Boshqacha. Salom alaykum. O'zbek bilan o'zbek Oqibatdan- ketyapsa ham oqibatdan. so'rashmaydi. Yaxshi bizda unchalik darajaga kelmadi-yu, lekin yaqinlashyapti bu yerda ham. Bugun mana iftorga chiqmadinglar akalaringlar. Yaxshi. Vaqt sizning foydangizga ishlayaptimi yoki sizga qarshimi? Vaqt o'tyapti. Demak, pullarni qilib olyapsizmi? Vaqt o'tgan sari ketadigan vaqtingiz yaqinlashyaptimi yoki bekardan umrim o'tyapti degan xayol bormi? Vaqt Ketadigan vaqtim Ketayotgan yaqinlashyapti. demak, siz foydangizga ishlayapti. Yana qanchadir muddatdan keyin ketasiz. Yaxshi. Ota-onangiz qarigan sari ichingizda nima o'tadi? Misol uchun hamma ham telefonda gaplashadi, ko'rib gaplashadi. Oldida bola olmaslik, Bo'lolmaslik. unaqa mehr ko'rsata olmasligi. Eng alam qiladigani og'rigan holatida, kasal bo'lgan holatda oldida bo'la olmasligingiz. Ash holatda ozgina achinasiz. U kasal bo'lganda hech chaqirmaganmi? O'g'lim endi kelaver, men ham mana Koronavirus vaqtida chaqirgan. Hmm. O'shanda bo'ldi endi katta naqa bo'lib ketyapti. Ke bolam hech narsaga kerak emas. Undan keyin ham endi baribir har telefonda gaplashganda ke bolam to'y ko'raylik bo'ldi, hamma yoq yetadi. Yil kelasan. Kel endi, kel, tushyapti seni degan gap ko'p bo'ladi. Har telefonda bo'ladi. Qarindosh urug' bilan gaplashsang, bo'ldi, to'yingni ko'raylik endi bolam. Qachon kelasizlar deb. To'g'ri. Agar bir kun kelib qaytishga majbur bo'lsangiz, o'zingizni yutgan deb hisoblaysizmi? Misol uchun, xohlagan kuni biror kun shunday qaytishga majbur bo'lib qoldingiz. Har qanaqa vaziyatda yutuq bilan ketyapman, yutib ketdim deysizmi yoki sizga ma'lum bir muddatdan keyingina ketsangiz yutdim deb o'ylaysizmi? Ma'lum bir vaqt kerakmi yana sizga? Yutdim deb hisoblashingiz uchun. Yo'q, hozir ham o'zi Hozir ketsangiz, hozir yutuqdaman deb ketaverasiz. Ketaveramiz. Yetuv yetarli. To'g'ri. Achinadigan holat qolmadi. tani jonimiz sog' o'shani o'zi To'ppa-to'g'ri. yutilmasmi? Sizningcha noqonuniy yashash insonni kuchaytiradimi yoki sindiradimi? Kuchaytirib Insonni kuchaytirib sindiradi. Lekin sabrini oshiradi menimcha. Albatta. Ko'p holatda sabr qilasiz. Juda ko'p holatda sabr qilasiz. Ha. Sabringizni, bardoshingizni yaxshi qiladi. Unaqa ko'chada ushloq bola bo'lganmiz. Endi shu nelegalga chiqqandan keyin sizga ozgina gapirsam, uzr aka Uzr degan aka holatga degan. kelib qolasiz. Shunaqa holatlar bo'ladi. Unda ayb bo'lsa ham, lekin siz indamay ketishga majbur bo'lasiz. Shu yer ekanda kuchaytirib sindiradi degan. Kuchaytirib sindiradi degani. Yaxshi. Eng katta pushaymoningiz nima? Ko'p yurganim. Yilda o'tkazilgan. Endi qanaqa, misol uchun boshqa yo'li bormidi? Tezda ishlab, tezda ketish imkoni bormidi? Yoki baribir har qanaqasiga shu pushaymon bo'ladigan holatga yurish kerakmi? Yil o'tgan sari pushaymon bo'laveradi. Yoshlik o'tgan sari pushaymonlik oshaveradi. Oshaveradi. Yoshlik. Demak, eng katta pushaymoni shu yoshligida Yoshligida qolib ketayotgani, kunlik, deb qo'pol qilib aytganda pulga aldanib qolib ketilayotgani. 20 yosh bilan 30 yoshda o'g'il bola uchun eng ko'kragini kerib ko'chada yuradigan Eng davr. zo'r davri. Eng zo'r davri bizda Samishilda o'tyapti, ishda o'tyapti. Do'stlar nima deyapti? Bizni ham chaqir deyaptimi? Koreyadami? Bunda gaplashib turasizlarmi? Yo'q, Koreyada emas, O'zbekistondagi O'zbekistonda do'stlar gaplashiladi. deyaptimi? Boraylik deydi. Bu gap menimcha hammada ham bo'lsa kerak, har doim. Oldin ham aytilgan, hozir ham aytiladi. Agar ukangiz yoki akangiz bo'lsa, akangiz shu Koreyaga kelishni maqsad qilsa, shu o'zingiz yo'lingizni ravo ko'rarmidingiz? Men o'zim yo'lim ravo ko'rmayman. Agar ukam bo'lganda olib kelib, mana shu yerda yaxshi o'qishda o'qitardim. Kerak bo'lsa ishlamasdan, uni o'rniga men ishlab turib, yaxshi o'qishda o'qitardim men. Chunki o'zim o'qiy olmagan o'qishda o'zim o'qitardim ukam. Demak, manaqa xayol bo'ladimi? Men hozir endi $1000 deb olaylik endi. Oyiga $1000 topyapman, kelsang 2000 dan topamizda shu 2 yilda ketamiz degan xayol o'tganmi? Unda uni ham o'zingiz uchun ishlatgan bo'lasiz. Senga uy quramiz, uylaymiz seni ham, kelamiz, Yo'q, senga uylanamiz. Men chaqirardim. Chaqirib, nelegal chiqarmasdim. Men ham qilmasdim. Nelegal chiqarmasdim. Ishingni ham qil, o'qishingni ham qil deb aytardim. Chunki unda imkon bor, uni akasi mana shu yerda. Meni akam bo'lmagan, shuning uchun shunaqa bo'lgan. Endi hozir misol uchun Koreyaga kelmoqchi bo'layotganlar rosa ko'p. Ularga qanaqa tavsiya berasiz? Misol uchun
ha kelaver, xohlasang o'zing vaziyatingga qara. Biz vaziyat taqozo qiluvdi. Noqonuniyga chiqdik, kam bo'lmadik lekin imkoning bo'lsa qonuniy yurib ham pulni qilsang bo'ladi deysizmi yoki bo'lmasam noqonuniyga chiqma. Men noqonuniydan yaxshi emas, faqat qonuniy yurib necha uzoq vaqt ketsa ham shuni qilsa bo'ladi degan. Uzoq vaqt ketsa ham shuni qilsa bo'ladi degan narsani men tushuntiraman. Kimdir kelishidan yaqinmi uzoqmi men nelegalga chiqishini tavsiya qilmayman. Umuman tavsiya qilmayman, lekin uni o'zining haqiqati bor. O'zini haqiqati bor. O'ziga bizni gapimiz bilan emas, o'zining miyasi bilan. Majburiyati bilan. Oilada muhtoj bo'lib tursa, oldida kimdir chiqma desa, uni gapiga kirib oila bu yerda qiynalayotgan bo'lsa, u to'g'ri ham kelmaydi. O'zining haqiqati bor. O'zining yo'lini bilib o'zi qilsin. Lekin imkon boricha chiqmaslikni tavsiya beraman men. Men birovga chiq demayman. Yo'q. Chiqmasin. Demak, chiqmaslik tavsiya berasiz, chiqib ketsa uni ayblamaysiz. Yo'q, ayblamayman. Aytilmaydigan haqiqatlar ham bor-da bu yerda. Shuning uchun biz chiqmaslikni tavsiya etamiz. Sizlar uchun taklif qilganmiz. Nima haqiqatlar bor shu? Hozir sizlar suhbatinglarda eshitgan odam o'ylaydiki, bu akalar ham planni bajaryapti. Hammada har xil holat bo'ladi-da. Aytilmaydigan haqiqat deganda hammani ichidan o'tadigan o'zini yomon holatlari bo'ladi. Bu hammada bir xil bo'ladi degan emas. Sizlar bilan qanaqa bo'lgan shu? Endi yo aytib bo'lmaydimi endi? Yo'q, bizda yaxshi, unaqa aytarli darajada emas. Yaxshi. Kimda yana qanaqa savollar bor? Savollar bormi? Bu joyda qo'shimcha qo'shmoqchiman. Ha, qo'shing. Yangi kelayotgan bolalarni ko'ryapmiz. Oldin kelganimizda odam kam edi. Bizdan oldin kelgan akalarimiz ham bor, boshqa og'aynilarimiz bor. Hozir yoshlar kelyapti, havoranglar ko'payib ketyapti. Bizning mahallamizda aynitishyapti. Shularni qaytarish kerak. Ha, to'g'ri. Havorang qanaqa? Misol uchun vizani qonuniy yashab qolish uchun o'zini shu havorangman deb unisini bilmadim, uni ichidagi masalani bilmaymiz. Keyin yoshlarga gapirmoqchi bo'lgan gapim salon bunaqani ko'rishni bilmaydi. Biz ketamiz. Men nimaga bu shaharni yaxshi ko'raman? Oqibat bor. Ko'p shaharda yashadim. Bu shahrimizda oqibat bor. O'tgan ketganga assalomu alaykum deb salomni beramiz. Uka yaxshimisan deydi, aka yaxshimisan deydi. Ularda unaqa narsa yo'q. Men gapirganman bir ikkita yoshlarga. Mo'sh ko'rsa xafa ham bo'ladi. Mayli, biz ketamiz. Bizdan keyin ular qoladi mana shu yerda. Ko'p shaharda inoqlikni unutmanglar. Ko'p shaharga borganmiz, inoqlik yo'q. Juda ko'p shaharda, pashti hamma shaharni aylanib chiqdim men Koreyaga. Lekin bu Chunchonda inoqlik bor. Hamma bir-birini taniydi, so'rashadi. Men maza qiladigan narsam nima aytaymi? Ishga olib chiqqan paytda bir-birini aldab ustidan pul yemaydi. Bizda yo'q, bizning shaharda yo'q. Shunisiga maza qilaman men. Hozir neligalga chiqishiga bu ahmoqlik-ku. Shunda haftada bizda 5 kun o'qish bo'lgan. Hozir 2 kun. Shunday kelishiga 1 kunlik o'qishlar, kelishiga u haligi 6 oy o'qib, 1 yildan keyin o'zgartirmas. Koreyaga kelgan kuni bir haftada 1 kunlik o'qishlar. Bitta gap mana shu joyda. Men kelgan vaqtda bitta akamizni mashina bor edi o'zimiz shaharda. Qolganlar metroda borib kelardik ishga. Hozir kelishiga bir 3 oy, 4 oy bo'lmagan odam mashina olyapti. Prava yo'q. Kechagi kun men yerda ko'rdim. Spark bilan yurganim. Futbolkalarni yechib olgan. Futbolkasini yechib olib, qo'shiqni baland qilib qo'yibdi. Seni falonchini bolaligini, falonchini farzandligini O'zbekistondagilar biladi. Ota-onangni aytsang qutulib ketarsan. Lekin Koreyada o'zbeksan. O'zbekiston nomi ketyapti. Sal u yoqga qarab yur. Sizlar hozir kelgan bo'lganlarda, Koreyaga bu yil kelgan bo'lganinglarda nima deb o'ylaysizlar? Shu noqonuniy chiqib ketish imkoniyatinglar qanaqa bo'lardi? Qaytarilarmidi shu eski kaseta yoki noqonuniyga chiqmagan bo'larmi? Yo'q. Bu xato sharoitda hayot davomida endi imkoniyat babi endi bizga noqonuniy odamga bir marta beriladi-ku Koreyaga kelish. Yana bir marta berilganda bu xatoni qilmaslik. Qizig'i men hozir Koreyada emas, O'zbekistonda ham neligalman, pasportimni ham so'rab. O'zbekistonda pasportimni ham so'rab o'tib ketgan. Yaxshi. Nima deb o'ylaysizlar shu noqonuniy talabalarda ko'payib ketishini oldini olish uchun qisqa va lo'nda nima tavsiya qilish mumkin? Nima qilish mumkin shu o'zbeklar, shu yerdagilar? Ko'pchilik bola bilan ko'rishdim. Endi keladi, yosh bolalar keladi, gaplashdim. Misol bitta ukaxon bor edi. Haligi qishki kunida kelyapti, 2 yil oldi. Qishki kunida kelib, olib kelgan narsalar tugagan, olib kelgan pul tugagan. Haligi endi ish yo'q. Qishda dam olish, chunki bizda zavod yo'q, boshqa joy bizga shu
Sezonli Sezonli ishlar. 10 oy, 9 oy bo'ladi. Hamma Qishda biladi. dam oladi ko'pchilik. To'g'ri. Haligi bola qishda kelganiga oldimga chiqib yig'ladi. Aka dedi, qaytib ketishga bilet qanaqa olsa bo'ladi dedi. Aka biletni olishni o'rgatganimda O'zbekistonga uchib ketadi. Keyin men aytdim, aka, sendan oldin shuncha akalaring yuribdi, shuncha ish qilgan, To'g'ri. sabrli bo'l. O'g'il bolasan, o'tib ketadi qish ham. deb gapirganman. 2 yildan keyin haligi bolani ko'rdim. Haligi bola mostalamini yuribdi. Agar bilet olib bersam uchib ketardi. Uchib ketadigan holat. Endi maslahat beramiz uka, faqat sabrli bo'l. O'zingga motivatsiya qo'y. Muhim nelegal chiqib ketma, sabab qil. Yangi kelayotganlarga nelegalga chiqmaslikni tavsiya qilamiz. Hozirgi holat eng avvalambor maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Keyin bu yerda Koreyada tanish bilishlari bo'lsa, holatni bilib, qanaqa vaziyatni bilib kelish kerak. O kelgandan 3000-4000 dollar oylik yo'q. Oylik yo'q, 3000-4000 dollar. Havas bolalar bilan qilinglar. gaplashsangiz, kelganimda ozginaga Malibu olaman dedi. 3 oydan keyin gaplashsangiz, Cobaltga tushadi. 1 yildan keyin gaplashsangiz, aka dedi, Yaxshi yurganimga xursandman deydi. Qarz olmaganiga xursand. Sparkda dedi, pulni qilsam dedi, olib qo'yaman bitta dedi. Malibuda kelgan haligi bola. Kecha bittasini ko'rishdim aytdi. Qanaqa endi? 10 kun bo'libdi kelganiga, qanaqa mashina olishni. Kiy olaman aka deb qo'yapti O'zbekistonda. Aytdi, aka, omadingiz bersin dedi. Yaxshi, suhbatimiz oxiri haligi Instagramda maymunlar chiqyapti. Yaxshi, suhbatdan bo'lib ketdi. Yaxshi, demak, tashrifinglar uchun katta rahmat. Rahmat sizga ham. O'ylaymizki, suhbatimiz ko'pchilikka manzur bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Demak, shu yerda yakunlasak ham bo'laveradi. Endi yakunlashdan oldin aytib qo'yishimiz kerak, hamkorlarimiz bor edi. Shularni alohida aytib qo'ysam, Chunchun o'zbeklar jamiyati bilan hamkorlikda yuritamiz bu dasturda va bizga hozirda hamkorlik qilayotgan Uzman kafesiga Chunchun shahridagi alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Meni 2 misra she'rim bor. Bemalol. Oxirida. Musofirlar g'amgin bo'ldi, vatandan bemehr bo'ldi, tilab olgan aziz boshim vatanlarga gado bo'ldi. Rahmat e'tibor uchun, Rahmat. hurmat qilib chaqirganlar uchun Chaqirganinglarga rahmat. alohida tashakkur. Sog' salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, uyga sog' salomat qaytish nasib qilsin inshaalloh. Yaxshi, yorug' yuz bo'ling. Biz qilgan xatoni qilmaydi. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Mazmunli suhbat uchun.